Mana assalomu alaykum hamyurtlar. Xas Imom ko'chasida qo'ligul ustalarimiz mana shunaqa chiroyli qilib bitirib berishdi. Lekin shu holatda mana barbiriga binolarimiz hammasi sho'ralab ketyapti. Shuni sho'ralamasligini oldini olishini biz ko'rsatib beramiz. Sho'ri chiqib ketgan joyi mana ko'ringlar. Mana shu holatini tozalab yuboramiz, sho'rini ustidagini. Bizani Rossiyadan olib kelingan Tiprom Plus imенно sho'r mahallaga ishlatiladigan mahsulotimiz. Bunda hozir bunga surib chiqib sho'rini qaytarib chiqarib olamiz. G'ishcha orasidan sho'rini chiqarib oladi bu. Bu qiyin emas. Shunday olasizlar, uyda liboy odam uyda bemalol qilsa bo'ladi buni. Обязательно ustasini chaqirish shart emas. Bu ichidagi daji sho'rlarni hammasini chiqarib beradi buni. Keyinchalik sho'rlamasligi uchun. Ozgina vaqt o'tgandan keyin buni ustidan yana gidrofobimiz bor, Tiprom D degani. Buni surib ketamiz. Keyinchalik suvni o'zidan qaytaradi, yomg'ir, qorda o'zini qaytaradi suvini. Tegidan sho'rini chiqarib bermasligini oldini oladi. Bismillah. Qor yig'ilsa, qor yig'ilgandan keyin mana bu kunlarda eriydi, erigandan keyin tegdi yaxi bu g'ishga yopishib qolmaydi. Shundoq qilsangiz yaxi bilan birga chiqib keladigan holat bo'ladi bu. Erta yomg'ir, qorlarda ham bu kerak narsa-da. Men tilagan qilinadigan narsa-da. Ertaga qor bo'lib, mana kun chiqqanda erib yaxlaydi-yu, yaxlamamga yopishadi betonga. Bu yopishmaydi-da. Rossiya. Mana endi effektini ko'rsatamiz sizlarga. Mana holatini ko'ryapsizlar buni. Bu shimayapti mana, g'ish. Mana. Endi mana surgan joyimizga ko'rsatamiz. Suv shimadimi yo'qmi mana. Mana. Ko'ringlar mana. 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 Ko'ryapsizlarmi? Suv shimayapti mana. O'zidan qaytaryapti. Xudo xolasa bu narsa ham sho'rini ham chiqarib bermaydi, mog'olini ham chiqarib bermaydi, suvni o'zidan qaytaradi. Mana.